Hurmatli ilm ahli, ustozlar, o'quvchilar. Demak, kimyonoldan ikkinchi qism bo'yicha alkanlar mavzusini davom etamiz. Qismlarga bo'linib ketyapti hozircha. Xo'p, unda boshladik. 141-masala. Metan va havo qanday hajmi nisbatda olinganda metan to'liq yonadi deyapti. Xo'p, yozib olamiz. Bu yerda metanning yonishi uchun karbonangidrid va suv hosil bo'ladi. Tenglashtirish uchun mana bu tomon 2, mana tomon 2 bo'ladi. E'tibor bering, hozircha metan to'liq yonish uchun 2 mol kislorod sarflanyapti, to'g'rimi? Mana bu holat. Xo'p, endi mana shu jarayonda havo ishlatilyapti kislorod o'rniga. Ya'ni bilasiz, havo kisloroddan 5 marta katta. Buni qayerdan bilyapsiz? Mana agar har 1 litr havo oladigan bo'lsak, uning ichida 0.2 litr nima bo'ladi? Kislorod. Biz esa kislorodning miqdori 2 litr yoki shunchaki 2 mol desangiz bo'ladi. Mana bu joydan hop 10 chiqadi. O'shanda metan molekulasini nechta oldik? Bitta. Jami 1 holatda olsangiz bo'ladi. Yoki shunchaki 2 ni 0.2 ga bo'lib yuborsangiz ham bo'lardi. 5 qayerdan kelyapti azizlar? Mana bu 1 0.2 dan 5 barobar katta. Menimcha tushundingiz. 6-masala. Brutto formulasi C6H14 bo'lgan alkanning nechta tuzilish izomeri mavjud? Xo'p, birinchi bilasiz, har qanday modda normal tuzilishga ega bo'ladi. Ikkinchi holat har doim uzun zanjir bittaga qisqartirilar edi. 1, 2, 3, 4, 5. Va mana shu holatni biz metil holatda bersak bo'ladi. Ya'ni e'tibor bering, radikal yaqin desak 1, 2. 2 metil pentan. Agar radikallarni bittaga suradigan bo'lsak, bizga 3 metil holatda bo'lardi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 desak, mana bu holat bitta H3 holatda biriksa 3 metil pentan bo'ladi. Xo'p, boshqa holat yo'q. Endi nima qilamiz? Uzun zanjir bittaga qisqartiriladi. Uzun zanjirni bittaga qisqartsak azizlar, 4 talik bo'lib qoladi. Xo'p, so'ngra uglerodlarni dastlab ikkinchi holatda joylashtirsak bo'ladi. Ya'ni 2,2 dimetil butan yoki bitta suradigan bo'lsak 2,3 dimetil butan. Buning jami tuzilish holati bizga azizlar 5 ta ekan. Keyingi 149-masala yechimiga e'tibor beramiz. Alyuminiy karbidning gidrolizdan olingan alkanning 4/1 qismi monoxlorlanganda 7,3 gram H-xlor hosil bo'ldi. Qolgan qismi yondirilganda esa 26,4 gram karbonangidrid hosil bo'ldi. Karbidning massasini aniqlang deyapti. Xo'p, e'tibor bering. Alyuminiy karbidning gidrolizdan olingan alkan deyapti. Xo'p. Alyuminiy karbid bor. Uni agar gidroliz qiladigan bo'lsak, bilasiz, metan hosil bo'ladi. Mana bu holat 3 ta uglerod bo'lgan uchun 3 mol metan hosil bo'ladi. Endi mana shu metan dastlab bir qismi xlorlanyapti, monoxlorlanyapti. Xo'p, bu yerda hosil bo'ladi H3 xlor plus H xlor. Qolgan qismi esa yondirilyapti. Hop, karbonangidrid va suvni hosil qiladi.
e'tibor berasiz. Tenglashtirish uchun mana bu qism 2, mana bu qism 2 kifoya. Xo'p, endi 26.4 gram bo'lsa, bu 44, bu 1. To'g'ridan to'g'ri uning moli chiqadi. Xo'sh, 26.4 taqsim 44 0.6. Keyingi holatchi deb savol berishingiz mumkin. Bizda 7.3 gram H xlor hosil bo'lgan. 7.3 7.3 bo'ladigan bo'lsa, hop, bu 36,5. Bu 1 desak 0.2. Hop, endi azizlar, umumiy mana shu 0.8 bo'lib chiqyapti. Bizga bu uning xlorlangan qismi va yondirilgan qismi. Bu 0.8 qanday hosil bo'ldi? Qo'shishingiz mumkin yoki mana bu qismdan ham ajratib olsangiz bo'ladi. Bizda aytayaptiki, har to'rtdan bir qismi yondirilgan. Bizga yondirilgan qism 0.2. Mana 0.8 bo'lar ekan. Xo'p, alyuminiy karbid massasi 144, undan 3 mol metan. Agar 0.8 mol metan bo'lganda-chi desak, jami alyuminiy karbidning massasi chiqadi. 144 ko'paytirilgan 0.8 taqsim 3. Javobimiz 38.4 ekan. Keyingi 154-masala yechimiga e'tibor beramiz. Noma'lum alkanning yonish issiqlik effekti 1460 kilojoul bo'lsa, alkanni aniqlang. Xo'p, quyida azizlar alkanning yonishdagi energiyalar berilgan kilojoulda. Keling, alkanni umumiy yonish formulasini yozamiz. Cn H2n plus 2 qo'shilyapti 1,5 n plus 0.5 kislorod hosil bo'lyapti. N mol karbonat angidrid va N plus 1 mol suv hosil bo'ladi. Xo'p, e'tibor bering, bizda uglerod vodorod bog'i berilgan ekan. Qanaqa holat? Uglerod vodorod bog'i uchun sarflanayotgan energiya 415. Bilasiz, alkanlarda uglerod vodorod bog'i 2n plus 2 bilan ifodalanadi. Mana bu bitta uglerod vodorod bog'ining qiymati. Bizda bunaqa uglerod vodorod bog'i 2n plus 2 ekan. Demak, bundan qanday xulosa qilsak bo'ladi? Mana shu 415 ni 2n plus 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Bunda azizlar, hop, 830 n plus 830 chiqadi. Bu demak uglerod vodorod bog'i. Uglerod bog'i esingizda bo'lsa, o'tgan darslarda ham tushuntirdik. Doimo uglerodlar sonidan bitta kam yuradi. Xo'p, ya'ni qanday? n-1 bilan ifodalanar edi. Xo'p. n-1 bilan. Bizda uglerod bog'i berilgan 348. Mana shu holat n-1 ga ko'paytirsak, uglerod bog'i chiqadi. Bu yerdan 348 n-348 bo'ladi. Xo'p, umumiy bizda kislorodlar ham berilgan. Ya'ni umumiy kislorod bog'i bu bitta kislorod molekulasi, bizda esa bunaqadan 1,5 n plus 0.5 berilgan. Bitta kislorod uchun 500 berilgan. Xo'sh, umumiy holatga qaraymiz. Qanaqa holat kuzatilyapti? 1,5 n plus 0.5 ko'paytirilgan 500. Bunda 750 n qo'shilgan 250. Bizda kislorod bog'ining energiyasi chiqdi.
Xo'p, azizlar, bilasiz, endi uglerod vodorod bog'iga uglerodni qo'shsak, dastlabki alkan uchun sarflangan energiya miqdori chiqadi. Va umumiy issiqlik effektini topish uchun hosil bo'lgan moddalarning issiqlik effektidan dastlabki moddalarning issiqlik effekti doim ayrilar edi. Biz demak dastlabki moddalarning issiqlik effekti alkan uchun va kislorod uchun topdik. Shularning endi yig'inini qilishimiz kerak. Xo'sh, qanaqa holat bo'ladi deb savol berishingiz mumkin. Jami 830 n qo'shilgan 830, 348 n minus 348, 750 n qo'shilgan 250. Bularning umumiy qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, 1928 n qo'shilgan 732 bo'ladi. Xo'p, endi keyingi holat hosil bo'lgan moddalar uchun gaplashishimiz kerak. E'tibor bering. Xo'p, buni ajratib olishimiz kerak. Hosil bo'lgan moddalar nima? Uglerod kislorod bog'i 708 ekan. E'tibor bering, bu faqat bittagina uglerod kislorod bog'i. Karbonat angidridda bunaqa bog'lar nechta bo'ladi? Bundan 2 barobar ko'p bo'ladi. Shu uchun 708 ni ko'paytiramiz 2 ga. To'g'ridan to'g'ri bu yerdan 1416 chiqadi. Xo'p, bizda n mol karbonat angidrid bo'lgani uchun 1416. N ga ko'paytirsak 1416 n bo'ladi. Keyingi holatchi deb savol berishingiz mumkin. Vodorod kislorod bog'i berilgan bizga. Azizlar, vodorod kislorod bog'i 466 ekan. Xo'p, bizda-chi desak, suvda vodorod kislorod bog'i 2 dona. Shuning uchun buni ham 2 ga ko'paytirib olamiz. 932 bo'ladi. Xo'p. Endi 932 bo'ladigan bo'lsa, bu bir dona suv molekulasi uchun. Bizda esa suv alkanlarning yonishida n plus 1 holatda yoziladi. Umumiy buni hisoblaydigan bo'lsak, 932 qo'shilgan 932 n bo'ladi. Endi uglerod, ya'ni uglerod kislorod bog'ini hisoblab oldik. Vodorod kislorod bog'ini hisoblab oldik. Bularni yig'inda holatga keltiradigan bo'lsak, mana bu holatlarni, xo'sh, umumiy necha soni chiqar ekan? Bizda hosil bo'lyapti 2348 n qo'shilgan 932. Jami hosil bo'lgan moddalarning issiqlik effekti. Bilasiz, hosil bo'lgan moddalarning issiqlik effektidan dastlabki moddalarning issiqlik effekti ayrilsa, bizda reaksiyaning issiqlik effekti hosil bo'lar edi. Shuni biz to'g'rilab olishimiz kerak. Yozamiz bunda. 2348 n qo'shilgan 932, xo'p, ayrilgan 1928 n qo'shilgan 732. O'shanda javobimiz 1460 chiqqan. Mana shu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, azizlar, to'g'ridan to'g'ri n ning qiymati chiqar ekan. Xo'p, soddalashtirib olsak, 348 n plus 932 minus 1928 n minus 732 teng bo'ladi 1460 ga. Xo'sh, umumiy n'larni soddalashtiradigan bo'lsak, bu yerda n ning qiymati musbat 420 n bo'lar ekan. Sonlarcha desangiz 932 ayrilgan 732 tenglikning bu tomoniga manfiy bo'lib o'tadi. Mana bu holat 200 bo'lsa,
1460 dan ayirsa 1260 bo'lar ekan. N ning qiymatini topish uchun bo'lsak N teng 3 bo'lar ekan. Bu bizga propan bo'ladi. Azizlar, e'tibor bering, ko'pchilik o'quvchilar bu masalaning mazmun mohiyatini tushunishga qiynaladi. Shuning uchun ba'zi bir joylarni qayta tushuntirib ketaman. Bizda uglerod vodorod bog'i berilgan. Faqat bir dona. Alkanlarda uglerod vodorod bog'i 2n+2. Ya'ni mana shu joyda 415 kilojol energiya bo'lsa, uglerod vodorod bog'i uziladi. Bizda lekin uglerod vodorod bog'i qancha? 2n+2. Xo'p, uglerod bog'i 348 bittasi uchun. Bizda-chi desak, organik birikmalarda, asosan alkanda uglerod bog'i bitta kam yuradi. N-1. Xo'p, kislorod menimcha tushundingiz, o'z holicha turibdi. Mana bu holatda 708 nima uchun 2 ga ko'paytirilyapti deb savol berish mumkin. E'tibor bering, mana bu bitta uglerod kislorodning miqdori, mana bu joyda karbonatda bu 2 barobar ko'p. Suvda ham xuddi shunday. Va masala shartida beriladigan qiymat doim 1 mol uchun xos bo'ladi. Bizda masaladagi koeffitsient olinyapti. Endi reaksiyaning issiqlik effektini topish uchun hosil bo'lgan moddalarning issiqlik effektidan dastlabki moddalarning issiqlik effekti ayrilar edi. Menimcha tushundingiz. Keyingi 157-masala yechimini ko'ramiz. Alkan molekulasi tarkibida uglerod va vodorod atomlari yig'indisi 26 ta bo'lsa, uning nomi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? Xo'p, alkan yozib olsak, CnH2n plus 2. Umumiy qo'shadigan bo'lsak, atomlar soni 3n plus 2 teng 26. 3n teng 24. N teng 8. 2 metil 4 etil geksan deyapti. E'tibor bering, o'zi agar geksan bo'lganda 6 ta uglerod bo'lardi. Etil bo'lganda 2 ta uglerod, metil bo'lganda 1 ta uglerod. Uzun zanjir 9 talik bo'lib ketyapti. Lekin 8 bo'lish kerak. Bu xato. 3 etil geptan. Xo'p, 3 etil geptan deyapti. Geptanning o'zi 7 ta atom. Uglerod atomi etilda 2 ta. Jami 9 ta. Bu ham xato. Keyingisi, geptanning o'zida 7 ta, 2 trimetil pentan deyapti. Har bir metillar bittadan uglerod bo'lsa, 3 ta metil 3 ta bo'ladi. Pentan 5, jami 8 ta bo'lar ekan. Bu bizga D javob. Keyingi 161-masala yechimiga e'tibor beramiz. Agar alkan molekulasidagi uglerod atomlari orasidagi sigma bog'lar soni m ga teng bo'lsa, molekuladagi jami atomlar sonini aniqlang deyapti. Xo'p, alkanning umumiy formulasini yozib olamiz. CnH2n plus 2. Molekuladagi jami atomlar soni deyapti. Jami atomlar soni hisoblash uchun uglerodlar soni n ta, vodorod soni 2n ta, 3n plus 2 bo'lardi. Bizda uglerod orasidagi sigma bog'lar soni deyapti. Bilasiz, uglerod bog'lar davom etaversa, nechta bo'lsa ham uglerodlar sonidan bitta kam bo'ladi. Mana e'tibor bering. 4 ta uglerod 3 ta bo'lyapti. Ya'ni nechta uglerod olsangiz ham sigma bog'lar soni uglerod orasida bitta kam bo'ladi. Shuning uchun n-1 bo'ladi. Mana shu n-1 bizga qaysi songa teng? M ga. Tushunarli? Xo'p. Endi mana shu holatda biz n ni ifodalab olsak, n teng 1 tenglik tomoniga musbat bo'lib o'tsa, m plus 1 bo'lib o'tadi. M plus 1 bo'ladigan bo'lsa, demak biz n ishorasini o'rniga m plus 1 ni olib borib qo'ysak bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, 3 m plus 1 qo'shilgan 2. Bilasiz, qavsoldagi son har ifodaga ko'paytiriladi. 3m plus 3 plus 2. Umumiy ifoda 3m plus 3 holatda bo'ladi.
3m plus 5 deganim. Xo'p. Uchm plus 5. Keyingi 166-masala. Geptan formulasiga mos keladigan asosiy zanjirda 5 ta ugler saqlagan ko'plar nechta alkan mavjud? Demak, biz geptanni yozishimiz kerak, yig'inda geptanni berish kerak, faqat asosiy zanjirda 5 ta ugler bo'lsin. Xo'p, yozamiz unda. Geptan holatda ya'ni 2 dimetil holat bo'lishi mumkin. Keyingi holat 1 2 3 4 5. 2-3 holat bo'lishi mumkin. Keyingi holat 1 2 3 4 5. 2-4 holat bo'lishi mumkin va 1 2 3 4 5 desak 3 etil holat bo'lishi mumkin. Jamazlar bu yerda asosiy zanjirga menimcha boshqa holat bormi yo'qmi ko'ramiz. Yana bo'lishi mumkin. Xo'p, 1 2 3 4 5 desak 3 bo'lishi mumkin metillar soni. Ya'ni bu etildan o'zi oldin yozilishi kerak. Xo'p, menimcha shu jami 5 xil bo'lar ekan. Qarzlar 169-masala. Teng massada olingan natriy atsetat va natriy gidroksid aralashmasi qizdirildi. Reaksiyadan so'ng olingan qattiq qoldiq massasi 14.8 gram bo'lsa, ajralgan metan hajmini normal sharoitda aniqlang. Xo'p, H3COO natriy qo'shilgan natriy gidroksid bu jarayonda hosil bo'ladi. Natriy karbonat plus metan gazi. Teng massada deyapti. Keling, ikkovdan kattasidan 1 molning massasiga to'g'rilab olaylik. Mana bu natriy asetatning 1 molning massasi 82 gramdan olsak, bilasiz, qaysi birining massasi katta bo'lsa, o'sha birinchi tugab ketadi. Xo'p, bundan 82 gram olganimizda bundan 40 gram olamiz. Natriy karbonatdan 106 gram. Bundan esa 22 bundan 4 litr. Xo'p, bundan 82 bo'lganda natriy gidroksiddan 40 gram tugaydi. Natriy karbonatdan esa 106 gram hosil bo'ladi. Metandan esa 22 bundan 4 litr hosil bo'ladi. Xo'p, 82 gram natriy atsetatning 82 gram ham reaksiyaga kirishdi. 0 bo'lib qoldi. 82 gram natriy gidroksidning 40 grami reaksiyaga kirishdi. Qolgan qismi esa qoldi 42 gram. Demak, hosil bo'lgan qoldi 42 gram natriy gidroksid va 106 gram natriy karbonat ekan. Umumiy bularni qo'shadigan bo'lsak 148 gram bo'ladi. Xulosa qanday? 148 gram qoldiq bo'lganda 22.4 litr gaz ajralar edi. Bizda bunaqa qoldiqdan 14.8 bor, demak 2.24 litr gaz ajralgan. Bu bizga bejavob. 9.6 gram noma'lum metal atsetatga metal gidroksid ta'sir ettirilganda 27.6 gram metal karbonat hosil bo'ldi. Ajralgan gaz miqdorini aniqlang. Demak, H3COO metal deb yozsak bo'ladi, chunki noma'lum, unga qo'shilyapti metal gidroksid. Undan hosil bo'ladi metal karbonat va metan hosil bo'ladi. E'tibor bering, bizda 19.6 gram noma'lum metal atsetat bor. Undan hosil bo'lyapti 27.6 gram metal karbonat. Xo'p, mana bu qism sirka kislotdan agar vodorod yo'qolgan bo'lsa 59, metalni bilmaymiz X. Bundancha desak
2x plus 60. Diagonallar ko'paytmasi o'zaro teng desak, xo'p, quyidagicha xulosaga kelasiz. 19.6 ko'paytirilgan 2x plus 60 27.6 59 plus x. Mana bu qausning oldidagi son har bir 2 songa ko'paytiriladi. 39.2x plus 19.6 ko'paytirilgan 60. 1176 teng bo'ladi 27.6 ko'paytirilgan 59. 1628.4 plus 27.6 x. 39.2 ayrilgan 27.6 x 11.6 x teng 1628.4 ayrilgan 1176 452 taqsim 11.6. Xo'p, bu yerdan x teng 39 chiqyapti. 39 bu bizga kali ekan. Kali bo'lsa ajralgan miqdorni aniqlang deyapti. Ya'ni kali karbonat deb olsak bo'ladi. Undan plus metan hosil bo'lgan. Mana bu 138 bo'lsa, nisbiy molekulyar massasi 16 gram, 27.6 bo'lganda-chi desak, to'g'ridan to'g'ri qiymat chiqadi. 27.6 ko'paytirilgan 16 taqsim 138. Xo'sh, 3.2 hosil bo'lar ekan. Bu bizga D javob. Keyingi 178-masala. 0.2 mol alkil bramid yetarli miqdordagi natriy bilan ta'sirlashganda 8.6 gram alkan olindi. Alkan bitta molekulyar tarkibidagi sigma bog'lar soni aniqlangan. Demak, alkil bromidning holatini yozsak, eri brom bo'ladi. U natriy metal bilan reaksiya qilishsa, azizlar, Adolf-Virus reaksiyasi bo'yicha boradi. 2 mol natriy, bu yerda hosil bo'ladi 2 mol natriy bromid va radikalimiz dimerlanadi. Xo'p, quyidagicha xulosa qilsak bo'ladi. Buning har 2 molidan noma'lum massadagi alkan olinadi. 0.2 molidan esa 8.6 olinyapti. Xo'sh, qanday xulosa qilsak bo'ladi? 8.6 ko'paytirilgan 2 taqsim 0.2 86. Bilasiz, alkanlarning umumiy formulasi CnH2n plus 2, molekulyar massasi 14n plus 2 bo'lsa, 86 ga tenglashtirsak, xo'p, 84 bo'ladi, to'g'rimi? Endi bu tomonga o'tsa, n'ning qiymati 6. Bitta alkan molekulasidagi sigma bog'lar soni deyapti. Esingizda bo'lsa, sigma bog'lar soni uglerod orasida n-1, vodorod bog'larining o'zi sigma bog'larni berardi 2n plus 2. Bularni qo'shadigan bo'lsak, 3n plus 1 bo'ladi. 3 ko'paytirilgan 6 plus 1 desak, jami 19 ta bo'lar ekan. Bu bizga D javob. Davom etamiz azizlar. Metan gomologi tarkibida qutbsiz bog'lar soni qutbli bog'lar sonidan 6 taga kam bo'lsa, 2.24 litr shunday uglevodorodni yoqish uchun qancha hajm havo kerak bo'ladi deyapti. Xo'p, 182-masala. Demak, CnH2n plus 2 desak, qutbli bog'lar uglerod vodorod bog'i bo'ladi. Qutbsiz bog'lar esa uglerod bog'i bo'ladi. Yuqorida ham yozdik, uglerod vodorod bog'i 2n plus 2, uglerod bog'i n-1. Shularning bir-biridan ayirmasi, xo'p, 2n plus 2, undan biz ayirishimiz kerak n-1ni. Javobimiz o'shanda 6 chiqqan. Xo'sh. Demak, 2n plus 2
minus n, mana bu minus ichkariga kirsa 1 ni plus qiladi, teng 6. Bu yerdan o'z-o'zidan n ning qiymati 2n bo'lsa, n teng 3 bo'ladi. 3 bu propan. Xo'p, propan C3H8 yondirsak 5 mol kislorod sarflanadi. 3 mol karbon angidrid va xo'p 4 mol suv hosil bo'ladi. Endi mana buning 1 moldan 5 mol kislorod sarflansa 2,24 deganimiz 0,1 mol, jami 0,5 mol kislorod bo'lgan. Xo'p, yuqorida ham aytdik, har 1 litr havo olsak, uning 0,2 litri kislorodga tegishli. 0,5 olsak-chi deb savol bersak, to'g'ridan to'g'ri miqdori chiqadi. Ya'ni bu yerdan 2,5 chiqadi. 2,5. Xo'sh. 2,5 bo'ladigan bo'lsa, buni 22,4 ga ko'paytirsak 56 litr bo'ladi. Menimcha tushundingiz? Keyingi 185-masala yechimiga e'tibor beramiz. Noma'lum alkil yodid va yetarli miqdordagi natriy metalli o'rtasidagi reaksiyada chap tomondagi atomlar yig'indisi va o'ng tomondagi atomlar teng bo'lsa, reaksiyadan hosil bo'lgan alkanni aniqlang. Xo'p, alkil bromid quyidagicha yozsak bo'ladi. Cn H2n plus 1 brom. Bu yerda endi bilasiz, hammasi dimerlanadi Adolf-Fuchs reaksiyasi bo'yicha. 2 mol natriy hosil bo'ladi. 2 mol natriy bromid plus hosil bo'ladi radikal, ya'ni dimerlar. 2 mol CnH2n plus 1. Yuqorida ham yozdik, mana bu holatda qarang, R holatda bo'ladi. Bitta radikal alkandan bitta vodorod kam, yana bitta radikal alkandan bitta vodorod kam. Xo'p, shunda o'ng va chap tarafdagi atomlarni biz sanashimiz kerak azizlar. Birinchi holatni ko'rishimiz kerak. Xo'sh. O'ng tomonda atomlardagi vaziyat qanday? Xo'p. 2 mol natriy bromid desak, bunda jami 4 mol atom bor. Alkan 2 bo'lsa, 3n plus 1. Tushundingizmi? 2n ga n ni qo'shdik. Bu yerdan 6n plus 2 bo'ladi. Xo'p. Yig'indisi deyapti. Bu tomondagi atomlarda qanday vaziyat deb savol berishingiz mumkin. Natriydan 2 ta atom. Bu tomonda atomlarda vaziyat qanday desangiz, ma'lum qismlarni olaylik. Keling, ma'lum qismlar qaysi? Bizda 2 ta brom atomi aniq. 2 ta brom. Xo'p, unga 2 ta natriy atomi ham aniq. Jami 4 ta aniq atom bor. Plus 2 ta molekula bor, ya'ni noma'lum qism 3n plus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Mana shunga qo'shishimiz kerak biz 6n plus 2 ni. Va yana ma'lum qism natriy bromiddan 4. O'shanda javobimiz 36 chiqqan. Xo'p, endi umumiy enlarni ochadigan bo'lsak, 4 plus 6n plus 2 plus 6n plus 8 teng 36. Xo'p, 12n teng 36 tenglikning to'g'ri turibdi. Xo'p, mana bu 4 ga 8 ni qo'shsak 12, tenglikning u tomoniga ayirma bo'lib 24 bo'lib o'tadi. N ning qiymati o'z-o'zidan 2. Bu bizga D javob etan. 190-masala. Tarkibida bir xil masala tarkibida bir xil miqdorda vodorod saqlagan metan va propan aralashmasining 19 gram miqdori to'la yoqish uchun sarflangan kislorod miqdorini aniqlang. Bizda metan bor. H4 qo'shilgan kislorod
Bu yerda hosil bo'ladi karbonat angidrid va suv. Propan C3H8 qo'shilgan kislorod, hosil bo'ladi 3 mol karbonat angidrid plus 4 mol suv. Hop, 3 kare 2 6, 6 ga 4 ni qo'shsak 10, mana bu qism 5 ni qabul qiladi. Endi bizda bir xil miqdorda vodorod saqlagan deyapti. Keling, H4 bor va C3H8 bor. Ularning qachon teng bo'ladi? Qachonki metandan 2 mol nisbat olganimizda. Tushundingizmi? Propandan 1 mol bo'lganda. Chunki 2 mol metanda 8 mol vodorod atomi bo'lardi. 2 mol metanning massasi 32, 1 mol metanning massasi 1 mol propanning massasi 44, umumiy qo'shadigan bo'lsak, bu 76 bo'lardi. 76 massada bo'lardi. Xo'p, keling quyidagicha xulosa qilsak bo'ladi endi. Qanday? Biz 2 mol metan oldik. 2 mol metan olganimizda 4 mol kislorod sarflanardi, 2 barobar ko'p. 1 mol propan oldik, jami 5 mol kislorod sarflanardi. 9 deylik. Xo'p, jami 76 gram aralashma olganimizda 9 mol kislorod sarflanardi. Bizda bunaqa aralashmadan 19 gram berilgan. To'g'ridan to'g'ri 2,25 chiqar ekan. 2,25 buni ko'paytiramiz 22,4 ga 50,4 chiqadi. Bu bizga A javob. Azizlar, sizlar odatda mol nisbatdan molga o'tish bo'yicha ko'proq masala ishlasangiz, masalalar ancha oson chiqadi. Deylik, bu masalalarda hozir x bilan agar ishlaydigan bo'lsangiz, ancha vaqtni yo'qotasiz. Shuning uchun imkon qadar nisbiy holatda masalalarni ishlash kerak. Keyingi 193-masala 0,2 mol to'yingan uglevodorodning monobromli hosilasi yonishi natijasida 13,44 litr karbonat angidrid hosil bo'ldi. Olingan vodorod bromidning suvli eritmasini massasini aniqlang deyapti. Xo'p, demak, noma'lum miqdor Cn H2n plus 1 brom bo'ladi. U yondirilyapti 1,5 n kislorod. To'g'rimi shunda? Umumiy hosil bo'ladi bu yerda n mol karbonat angidrid, hosil bo'ladi n mol suv va vodorod bromid olinadi. H brom. O'shanda reaksiya teng bo'ladi. Xo'p, buning 0,2 molidan 13,44 ni agar molga aylantirsak 0,6 bo'ladi. 1 molidan chi desak n bo'ladi. N ning qiymati to'g'ridan to'g'ri 3 bo'lar ekan. Xo'p, 3 bo'ladigan bo'lsa bizga C3H7 brom bo'lsa, bundan hosil bo'lgan 3 mol suvli eritma degan uchun va 1 mol vodorod bromid. Ularning umumiy yig'indisi 135 bo'lgan. Bundan 1 mol 0,2 bo'lgandachi desak, 27 bo'ladi. Bu bizga B javob. Xo'p, bu ishlandi. Keyingi 200-masala yechimiga e'tibor beramiz. 2 mol noma'lum alkanning kislorodda to'liq yondirildi. Bu jarayonda oksidlovchi qaytaruvchidan 88 mol elektron olgan bo'lsa, alkanni aniqlang. Xo'p, alkanlarning umumiy yonish tenglamasini yozsak, CnH2n plus 2 u yondirilyapti 1,5 n plus 0,5 mol kislorod. Hosil bo'ladi bu yerda n mol karbonat angidrid, n plus 1 mol suv. Xo'p, azizlar, bu yerda har 2 mol
noma'lum alkan olsak, bu yerda 88 mol elektron qabul qilgan, 1 mol desak 44 bo'lgan. Bu yerda kislorod O2 dan O2 ga o'tyapti, ya'ni mana bu holatda 0 dan -2 gacha 4 qadam qaytarilyapti. O'sha qaytarilish degani bu yerda oksidlovchi qaytaruvchidan elektron oldi degani. Tushundingizmi? Bizda bu 1 mol kislorod uchun xos. Lekin bizda qancha bor desak 1,5 n plus 0,5. Demak 4 ko'paytirilgan 1,5 n plus 0,5 teng bo'ladi 44. 6 n plus 2 teng 44. 6 n teng 42, n teng 7. Bu bizga 7 dan bo'lar ekan. Keyingi 202-masala quyidagi moddani sistematik nomenklatura bo'yicha nomlang. Eslaringizda bo'lsa, sistematik nomenklaturada birinchi eng uzun zanjir topilar edi, ikkinchi radikal yaqin tomondan, uchinchi radikal ko'p tomondan, to'rtinchi radikal sodda tomondan nomlanar edi. Keling, birinchi uzun zanjirni topaylik. Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 8 pastga tushsam ham shu. Xo'p, 1 2 desak ikkinchi qadamda bitta radikal, ikkita radikal, 1 2 desak ikkinchi qadamda radikal, uchinchi qadamga yuradigan bo'lsak ikkita radikal, uchinchi qadamga yursak bitta radikal. Albatta bu yerda radikal ko'p degan funksiya bo'yicha ishlashimiz kerak. Shu uchun mana bu qismlar o'chiramiz. 4 5 6 7 8 bo'ladi. Natijada 2 2 bo'lsa 2 2 3 3. Xo'p, 3 3 bo'ladigan bo'lsa 6 7 7 gepta metil oktan bo'lar ekan. Bu bizga B. Davom etamiz aslar. 207-masala. Teng mol nisbatda olingan metil xlorid va etil xlorid aralashmasi natriy metal bilan ta'sirlashganda 9 gram etan va 87,75 gram natriy xlorid olindi. Reaksiya natijasida olingan butan massasini aniqlang. Xo'p, metil xlorid bor bizga. H3 xlor, ya'ni u agar dimerlanadigan bo'lsa, ikkita natriy bilan reaksiya kirishadi-da. 2 mol natriy xlorid va etanni hosil qiladi C2H6. Xuddi shunday ikkinchi reaksiyada etil xlorid C2H5 xlor 2 moldan bo'lsa, 2 mol natriy bilan reaksiya kirishadi-da. 2 mol natriy xlorid plus butan gazini hosil qiladi. Bu reaksiyada moddalar bir-biri bilan reaksiya kirishi mumkin. Shuning uchun metil xlorid etil xlorid bilan reaksiya kirishadi-da. 2 mol natriy bo'lsa, hosil bo'ladi 2 mol natriy xlorid plus propan gazi hosil bo'ladi. C3H8. Keling umumiy molga aylantirib olaylik. Mana bu qism 58,5 ga bo'lsak 1,5 mol, etan 30 ga bo'lsak 0,3 mol. Xulosa qanday bo'ladi? Har 0,3 mol etan bo'lganda 0,6 mol natriy xlorid hosil bo'lib, 0,6 mol metil xlorid reaksiya kirishadi. 1,5 dan 0,6 ni ayirsak 0,9 mol har ikki reaksiyada hosil bo'lar ekan. Tushunarli? Etil xlorid va metil xlorid teng mol nisbatda olinganda keling yozib olamiz. H3 xlor va C2H5 xlor teng mol nisbatda bundan X, bundan X olingan. Xo'p, qanday xulosa qilsak bo'ladi deb savol berishingiz mumkin. Etil xlorid bizda X mol bor edi va metil xlorid ham X mol bor edi. Reaksiya natijasida metil xloridning har X qismidan 0,6 mol birinchi reaksiyaga ketdi. Qolganicha desak X dan ayrilgan son 3-reaksiya uchun xos bo'lgan, ya'ni X minus 0,6. Xuddi shunday X minus 0,6 mol etil xlorid sarflanadi va bu 2 marta oshib
2x minus 1,2 mol natriy xlorid hosil bo'ladi. Xo'p, azizlar, mana bu qismdachi deb savol berishingiz mumkin. Etil xloridning miqdori ham x mol edi. Uning ma'lum qismi 3-reaksiyada x minus 0,6 qismi esa 3-reaksiyada sarflangan. Bu yerda shu ifodani ishlasak, x qisqaradida plus 0,6. Xo'p, x ni ma'lum qism 0,6 bo'lyapti. Ya'ni qanday? Etil xloridning sarflangan qismi 0,6 mol ekan. Mana bu 2 desak, to'g'ridan to'g'ri butaning massasi 58 bo'lsa, x ni topsak bu yerdan, xo'p, 58 ko'paytirilgan 0,6 taqsim 2 desak 17,4 C javob bo'ladi. Xo'p, mana bu ifoda qachon kerak desak, e'tibor bering. Natriy xloridning umumiy qiymatini topib qo'ysak bo'ladi va metil xlorid va etil xlorid boshlang'ich necha moldan olindi deb savol berganda quyidagicha xulosa qilsangiz bo'lardi. Har 0,9 moldan 0,6 mol ikkinchi reaksiyada sarflansa 0,3 mol qolar ekan. Xo'sh, mana shu 0,3 molimiz nechaga teng desangiz, 2x minus 1,2 teng 0,3. Bu yerdan 2x teng 1,5, x teng 0,75. Demak, azizlar, dastlabki holatda bular 0,75 moldan olingan. C javob. 209-masala. Metanga qaysi alkan qo'shilganda massa 8,25 marta, molyar massa esa 2,75 marta ortadi. Xo'p, metan CH4 va noma'lum alkan CnH2n plus 2. Xo'p, keling, agar 1 mol metan deb olsak, bu 1 molning massasi 16 bo'ladi. Agar 8,25 ga ko'paytirsak, to'g'ridan to'g'ri ortgan massa chiqadi. Xo'p, 16 ko'paytirilgan 8,25 132 bo'lar ekan. Endi mana shu har 132 gram aralashmaning 16 grami aniq nimaga tegishli? Metanga. Qolgan 116 gramichi deb savol bersangiz, bu noma'lum alkanga. Endi quyidagicha ifoda qilsak bo'ladi. Bilasiz, massa va molyar massaning nisbati bizga molni berardi. Shunda qanaqa xulosa qilsak bo'ladi? 8,25 marta ortgan massa, molyar massa esa 2,75 marta ortgan. Jami mollar soni necha marta ortgan desak, 3 marta ortgan. Xo'p, e'tibor bering, dastlab biz 1 mol metan olgandik, keyin bu 3 marta ortdi. Ya'ni 3 mol bo'lib qoldi aralashma. 1 mol metandan 3 mol holatga o'tish uchun necha mol alkan qo'shilishi kerak? 2 mol alkan qo'shilishi kerak. Xo'p, bizda esa 2 mol alkanning massasi 116 gram. 1 molichi desak, bu yerdan 58 chiqyapti. 58 bu alkanning massasi, ya'ni 14n plus 2 ga tenglashtirsak, bilasiz, CnH2n plus 2 dan kelyapti. To'g'ridan to'g'ri alkanning formulasi chiqadi. N teng 4 bo'lar ekan. Bu bizga butan bo'ladi. Keyingi 215-masala. Stixometrik nisbatda olingan alkan va kisloroddan iborat aralashmaning 12 ml yondirilganda 6 ml karbon angidrid hosil bo'ldi. Alkanning formulasini aniqlang. CnH2n plus 2 yondirilyapti 1,5 n plus 0,5 kislorod hosil bo'lyapti. N mol karbon angidrid, N plus 1 mol suv. Bilasiz, suv bu kondensatlandi degan uchun bu chiqib ketadi. Xo'p, 12,6 deyapti. Shuni qisqartirib 2,1 desak bo'ladi. Ya'ni alkan va kisloroddan 2 hajmi nisbatda olinganda 1 hajmi nisbat karbon angidrid qatnashgan. Alkanning o'z oldiga hech qanday son yo'q. 1, kislorod 0,5, 1,5 plus 1,5 n
O'shanda n mol karbonangid qatnashyapti. Diagonallar ko'paytmasi o'zaro teng desak 2n teng 1,5 plus 1,5 n. Xo'p, n bu tomonga o'tsa 0,5 n teng 1,5 n teng 3. Bu bizga propan bo'ladi. Keyingi 217-masala yechimiga e'tibor beramiz. 2 brom 2 metil butanga natriy metali ta'sir ettirilib olingan alkan tarkibida to'rtlamchi uglerod atomlar sonini aniqlang. Xo'p, quyidagicha yozib olsak bo'ladi. Uglerod, 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 uglerod. Mana bu qism metil, mana bu qism brom. Xo'p, xuddi shunday yana bir molekula bilan u dimerlanadi. Brom va mana yerda ikkita natriy bilan reaksiya kirishib natriy piramid va xuddi shunaqa yangi moddani hosil qiladi. Keling, shuni o'zini ko'chirib qo'yamiz. Uglerod, uglerod, uglerod CH3, uglerod. Xo'sh, uglerod. Mana yerda bitta uglerod qolib ketibdi-ya. Xo'p. CH3, uglerod, uglerod. Bizda to'rtlamchi uglerod atomlari soni so'ralyapti. Mana bu joyda bitta, mana bu joyda bitta bor. Jami ikkita. Xo'p, adashmasam boshqa joyda to'rtlamchi uglerod atomlari yo'q. Demak, sizlar bilan bugun azizlar Sohibjon Boboyev mualliflikdagi kimyo noldan 2-qismdan alkanlar mavzusini tugatdik. Xudo xolasa endi bu mavzu bo'yicha mustahkamlashimiz uchun biz bu mavzudan o'tishalik deb olamiz va keyingi sikloalkanlar mavzusi bo'yicha davom etamiz. Sizlar bilan Kimyo Boysun va Termiziy o'quv markazi kimyo o'qituvchisi Umid Rashidov bo'ldi. Keyingi video darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.